16-sinfda tushgan funksiyaga doir navbatdagi savolimiz. Agar x - 2x + c kvadrat funksiyaning nolllari x1 va 3 ga teng bo'lsa, c ning qiymatini toping degan. Xo'p. Demak, nollari degani bu nolga aylantiradigan qiymatlar. Ya'ni x kvadrat - 2x + c teng 0 bo'lganda x1 va x2 miz 3 degan yechimi bo'lar ekan. Demak, vetga qo'yadigan bo'lsak, x1 + x2 barobar 2, x1 ko'paygan x2 barobar c. Ana endi x2 ni o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsak, x1 qo'shilgan 3 barobar 2 hamda x1imiz -1 bo'ladi. Endi x2 bor, x1 bor. C ni topish uchun ikkalasini bir-biriga ko'paytiramiz. C barobar -1 ko'paygan 3. -3. Bu javob ekan.